Ушул уй сатылат экен. Торпогу ургач торпог экен. Тууганына 2 күн болду дейт. Сааганда 13-14 литр сүт берет деп атат эгасы. Срочно сатылат дейт. Баасы келишим баада. Бул уй кайсы жерде десеңиздер, Кара Суу районуна караштуу Телман айылында турат азыр. Сауча менчиге алам дегендер болсо, жакшы сынакы уй экен. Алдыда номерлер турат, ошол номерлерге байланышып, эгасы менен сүйлөшсөңүздөр болот. Жоош, жакшы уй экен. Сүйлөшүп көрүңүздөр. Şu dostum. Buna edişleri. Assalamu alaikum, урматтуу биздин Универсал YouTube каналыбыздын жалпы катталуучулары, көрөрмандары. Бүгүн 2020 жыл 13 март күнгө жума 5-күн. Биз азыр Алай жергесиндебиз, Күлчө мал базарында. Сиздерге торпоктор уйлар, сан уйлар кандай болуп атат? Азаздан билип берели. Aka uyda qancha deb atasiz? Qisirbi. 60 ming so'm deydi mына uyda. Bo'z uy ekan. Uqani qancha deb atasiz, ukam? Ha. Aka, unajının bahası qancha? Nerede? Boz mu? Boz şeyta. 45 ming so'm deydi unajındı. Boz unajın. Bahası 45 ming so'm. Unajının bahası qancha ekan? 37 ming so'm mına unajın. Kısır ha? Kısır. 37 ming so'm. Kısır unajın. Torpoq tuğan çeken? 55. Qanchani tuğan? 5 tuğan. Nasıl? 5 tuğan uy eken. Akçası 55 ming so'm kami var. Torpoğu urg'achi ekan jerkek. Torpoğu urg'achi torpoq. Qanchaga bag'ilishdi? Berbey qo'ydingiz qanchaga? 53 ga keldi. 53 ming so'mga berbey qo'ydik deydi. 53 ga sotalmaydi hozir. Sarqı ba yaxshi-da. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Qancha deb o'tasiz uyda? 55 ming so'm uydun bahası. Torpoq qanchanchi torpoq mına? Ha? 4-cü torpoq deydi. Aka sizniki qancha? 48 ming so'm deydi bu uydun bahası. Bu qanchanchi torpoqi? 1-chi torpoq mına. Torpoqi urg'ach ekan ha? Urg'achi torpoq. Torpoq menen qancha uydun bahası? 70 ming bo'ldi. Aldыңарбы? Aldım ben ha. Qanchasi torpoq ekan bu? 3-cü olası. 3-cü torpoq ekan, aqchasi 70 ming so'm bo'lib tur. Urg'ach ekan ha? Torpog'i. Torpog'i urg'achi torpoq. Uydun bahası 70 ming so'm deydi. Sizniki qancha aka mına?
Uydun bası qancha ekan qunajin? Qunajinning bası 50 ming so'm. Tuyelakmi? Bo'zmi? Bo'z qunajin ekan. Özümde de tartib qo'yib, bichib qo'y. Siz aldingizmi aka, qancha oldi? Qanchada o'tasizlar shu? 70 to'la o'tadi. 70 ming so'm deydi mana turpoq to'ydi. 70 ming so'mda o'tadi. Aka bu qanchani tug'an ekan? 3-chi bo'ladi. 3-chi turpog'i mana. Turpoq urg'achi. Aka qancha oldi qunajin? Aka. Qancha oldi? Qancha aqchasi? 35 ming so'm kam var mana qunajindan aqchasi. 35 ming so'm. Aka siz qanchada o'tasiz mana qunajinda? Ha. Basini aytib qo'ying basin. Aka basini aytib qo'ying. Qanchalaysiz? 40 ming so'm kam var deydi o'zi. Tartpaylık o'chi deb bekinib o'tadi-ku. Nega unday qilib o'tadi bilmayman. Uydun bahasini aytib qo'ygan-ku, ishlari o'rnatdi. Aka siz qanchada o'tasiz? Bo'z bu. Bo'z tuyunda qoldi. 55 ming so'm deydi, bo'z uy tuyunda qolib tur. Aka bu tuğsa qanchанchi torpoq bo'ladi? Bu tuğsa 4-chi torpoq tug'iladi ekan. No'xshagan qatiqlar mollarning bo'g'alarini aytmaydi. Qanchaga? Alavuy qancha ekan? 50 ming so'm deydi alavuyda. İçinde balası var ekan ha? Qanchani tug'an bu? Ikkinchi solo içindeki? 50 ming so'm deydi, içindeki turpog'i bilan ikkinchi turpog'i tug'iladi ekan. Sanuylar shunday, tug'anlar alay jirgasida. Hozir turpoq to'ylarning ba'zini bilib berasiz. Turpoq to'y deymi-da. Bir jashar turpoq to'ylarni. Onda 28 ko'rasiz. Aka mana qizil qancha qizil? 25. 25 ming so'm erkak turpoq, yashi 1 yoshda. 28 ming so'm. 29 berdilar bayram. 29 Aka qanchadan da o'tasiz urg'achilarda? 36 dan kam bor. 36 ming so'mdan kam var deydi bular urg'achi turpoqlar ekan. Cho'ng uy bo'la turgan turpoqlar. 36 ming so'mdan. Bir jashar ha bular ha? Muqa qancha ekan muqa? 37 ming so'm. Bir jashar erkek turpoq. Bahası 37 ming so'm. Akamdan qanchada o'tasiz? 38 ming so'm deydi buni. Qo'ldagi bir jashar. Qasani olib turaymi? Vardır ya bu. Yutda jurasiz, yutda jurasiz. Turpoq qancha ekan? 30 da o'tasizmi? 30 mingda o'tadi. Qashqa erkek turpoq, yashi 1 jashar. Turpoqlar qancha ekan? Bunasi 25 dan. Urg'achi narxi. Narxi qara turpoq 25 ming so'm deydi, urg'achi turpoq ekan. Berkisi erkek. Qancha bu? Bundalar 25.
Bol dele 25 ming so'm. Qarasi urg'achi. Malasi erkek. Bunangiz qancha deyapsiz? Bu cho'nkana? 32 ming so'm kami bor deydi bu turpoq. Erkek turpoq ekan, jashi 1 yashar. Aka siz qancha deyapsiz buni? 30 ming so'm kami bor. Erkek 1 yashar turpoq. Sen qancha deyapsың? Erkekmi? 20 ming so'm kami bor deydi, urg'achi turpoq. 20 ming so'm. Turpoq qancha ekan? 18 ming so'm deydi, urg'achi turpoq ekan. Jashi 1 yashar. Aqchasi 18 ming so'm. Aka siz qanchadan deyapsiz bularda? Erkekmi bari, urg'achimi? Erkek urg'achi aralash. Mana u qancha mana? Bu urg'achi 23 ming. Mana olchi mana, chekadagidek urg'ach ekan. Bu dele 23 ming. 23. O'rtadagi ko'ch. Ular ana 31. 31 deyapsizmi? Ular erkek ekan, ular. O'rtadagi ko'y erkek ekan, ha? Ha, o'rtadagi. Olani qancha deyapsiz? Ala 25 kam bor dedi. Ala turpoq 25 ming so'm kam bor deydi. Erkek turpoq ekan, jashi 1 yashar. Universalmi? Ha, universal. Ya, men bosi qancha ekan urg'achi turpoqni? Urg'achi turpoq 22 ming so'm. Turpoqlar qanchadan? 22,5dan urg'achi. 45 dan. Ikki turpoqni 45 ming so'mga o'tadi. Urg'achi turpoqlar ekan. Jashi 1 yashar turpoqlar. Turpoq qancha deyapsizlar urg'achi turpoqni? 25 ming so'm. Kami bor deydi urg'achi turpoq. Jashi 1 yashar. Universal. Ya turpoq qancha? Qancha kamda turpoqlar naqshasi? Satıldı. Qanchaga sotildi? 42 ming bo'ldi. Ikki turpoq 42 ming so'm. 21 ming so'mdan bo'lib turdi. Arzon bo'lib turadi. Arzon bo'lib turadi. O'ldik bozor ne qilavsin, aylasi yo'q. Yerlarni arzon. Tog'i tushib o'xshaycha emas. Bozor tog'i birin qilsa, вообще o'ladi. Bizga bozor shu normalniy bozor bo'lib turadi. Bozorlar javlat o'tadi, bundan yo'l. 2 kuni bir yerda. Mana bir kunga cho'qib kelib olsa, qay qoradi. O'lib qolmaydi. Havoda. Aka sizniki qancha? Erkek turpoq. Qancha? 25 ming deyapman. Şey qo'yib beraman. Qanchaga so'rashdi? 23 mingga. 23 mingga berib qo'ydingiz-da? İşte bekledim. Shunday aytib qo'ysa bo'ladi. Uyalib qochma. Mana shu arzon bo'ldi bura. 21 dan arzon bo'lib tur. 25 Şerendiki tartma şerendiki. Qancha kamda ol? 20 ming kami bor burgan. Urg'achimi? Urg'achi turpoq ekan, 20 ming so'm kami bor deydi. Bo'laveradi. Bular qanchadan? Bular ko 20 mingdan, bunasi 23 ming. Internetga chiqdaysan tugan. Na urg'ach ekan, qashqa. Erkek. Hayır. Ol 23 ming deyapsizmi? Urg'achsin 20 kami bor deb aytmayman. Buni 25 kami bor deb aytaman. Bular ko 22 dan kami bor, 20 dan kelsa beramda. Qancha erkek ekan, ha? Erkek yo'q. Mana shu yerdan erkek. O'zimni qo'sha taqib chiqib qo'ygan.
Buna haberler geldi. Torpoqtun basını aytып qo'ying mi? Urg'och ekan a? 20 ming so'm kami bor urg'och torpoqtun. Yashi 1 yashar. Universal. Uydun ақчасы qancha ekan mana torpoqda uy? 25 ta. Torpoqda uy bu? Sizin torpoğunuz qancha? 25 ta. Urg'och erkakmi? Urg'och torpoq ekan 25 ming so'mdan deydi. 1 yashar torpoq. Uydu qancha deb o'tasiz? Qancha deb o'tasiz? Qisir bu bo'zmi? 50 ming so'm kam bor deydi. İçinde torpoq bor ekan. Qanchani tug'an bu? İçindagisi bilan 5 bo'ladi. İçindagi torpog'i bilan 4 bo'ladi ekan. Seniki qancha ukam? 60 kam bor. 60 ming so'm kami bor. Torpog'i erkakmi, urg'ochi? Qanchachı torpoq bu? 6-chi torpoq ekan. Uydun görünüşü. Universal. Qancha? Uydun ақчасы qancha? 60 ming so'm deydi uydun ақчасы. Torpoq qanchachı torpoq? Birinchi torpoq. Erkek ekan ha? Urg'ochi torpoq ekan. Uydun ақчасы qancha ekan? Torpoq olpa satılır. O'sha qancha? 65 ming so'm kam bor deydi torpoq ekan. Bardan da adam. Qanchani tug'an bu? 7-chi torpoq ekan-da bular. 7-chi torpoq ekan-da. Ya taksirat qancha oldi? Qancha deb o'tadi shuni? 75 doğru. Жаңасы ekan bu yil. 75 ming so'm deydi olatdi. Жаңасы ekan. Aka attın ақчасы qancha? Aka ақчасы qancha? Ақчасы? 90 da atmıyorum. Sizler tokaterin suratına da 80 doğru. Жетасы mı? 90 ming so'mda o'tadi. Osiyi jetasi. Uloq buloq ish garantiyada o'tadi. Qancha ekan attın bası? Asıyi. Attın bası 100 ming so'mda jazg'a 5 asıy bo'ladi ekan. Уже 5 asıy bo'lib turdi. Ulag'i ishi garantiya ekanda. Nomerini aytib qo'yasiz? 550 60 91 91. Şu nomerga baylanishingizlar attın egasi.
Kamir attın bası kança? Asıyı. Attın akçası 120 ming so'm deb atat. Asıyı 3 asıy bo'lib qolibdi. Qanchaga bağılıştı? 85 mingga bağılgan ekan alarmanlar. Ya attın bası qancha ekan? Asıyı. Qancha? Attın bası 150 ming so'm deydi. 3 asıy bo'lib qolgan at ekan. Güzelim insan. Kıçası kança? 80 Kançası? 80 ming so'm kami var deydi attı. Asıyı 2 asıy. Ya ama taydın bası kança ekan? Erkek tayı? 45 ming so'm deydi o erkek tayda. Universal 45 ming so'mda o'tadi. Qancha ekan ol? Aqchasi. Aldinglarmi? Qancha oldi? Yo'q, yo'llab bir oldi. Ha, Kütüvel aldı, satıldı. ha, satılbay. Ana, çok bu çıkmaya cürsek mi? Ha? Başır. Tırpaktın bası kaç ekan? 18 ming so'm deydi, aşırı qo'ygan. Ya şunu qancha dodasmi atakani? Sarka qancha aqchasi? 7,5 dona. Berib qo'ydim 7,5 ga. 72 vermeye koydum. 7200 ga berib qo'ydim da 7,5 ming so'm dodadi o'zi. Güzel. Ötkende hem düştü. Ya ko'q uloqning bosini aytib qo'ysa. Ya bu da yaşatlarını bu gözüyle çıkay. Çıkılsın. Echkimning aqchasi qancha ekan aka? Echki 5,5 ka. Bo'z bu qisir bu? Yo'q, bu qisir balasi bölüm satıldı. 5,5 ming so'm deydi, balasi bo'linib sotildi deydi. Kanal. Universal. Bunda to'qolingizda aytib qo'ying aka. To'qolda 5,5. To'qoldilar 5,5. Bunda ularga bo'linib sotildi da. Yo'q, suay. Qisir bu. Qisir echki ekan suvoy. He, suratga chiqmaganlar. Chiqolmaysiz. Vaqt semizi qancha? 4000 Aka, buna qara uloqning bosini ayting ham. bo'z 4,5 kam var. 4,5 ming so'm kami var. To'ynab qoldi va? Ha, to'yda. To'ynab qoldi. Nog'ingizcha müzdü. Aqda bo'z, qo'lda o'shunday. Bunda da 4,5 ming. Arzon va? Arzon. 4,5 ming so'm deydi. Oo, na gapshavotgan takachi.
6,5'ga berem ошол 6 takani. 6,5 ming so'm deydi, oq takani. Buni aytib qo'yingchi muzdini. Ana qaraya chiqqancha. Buni. Ol da taka 7 ming kami var. 7 ming so'm kami bor deydi, mana muzdi taka. Qachon qaytasiz? Qaytamiz. Stros. Mashina berlarda. Bo'lsa, yemal qo'ysa, no'g'ri jazib qilsa. Taka saniyechki, enchiga echki ala turgan bo'lsangizlar, mana nomeriga baylanışsаңыздар, sizlar qalagan echkilerdi şu adamdan tapsаңыздар bo'ladi. 55 38 39 06. 0555 38 39 39 06. 06. Echki oyuncha so'rovlaringizlar bo'lsa, uşul nomerga qayrilingizlar. Echki qancha oldi? Qancha oldu? 57 oldu. 5700 so'm bo'lib turibdi bu echki. Boz bu qisir bu? Ha, so'yish qoldingizmi? 5700 lira sebze. Bu nega so'yasiz? Uyingizga olib? Ha, uyime yet. Bozardan yet algandan gelen. Yettiganda. Yettigan. Bozardan yet alsan qaramış yok yok yok. O. Qo'lga so'yib degan yaxshilar. Sveji desangiz. Kam echkini bosi qancha ekan? Ne degan kanalga chiqarasiz? Vaqti bu. 5 kam var. Ulaq var echki ekan, 5000 so'm kami var deydi. Qaysi kanal? Universal kanal. Bozuluq oydun basını aytib qo'ysanlar-mı? 9,5. Bozuluq oydun aqchasi 9,5 ming so'm deydi. Dağlan boy şunda. Tişi qancha bunun tişi? 4 tiş koy. 4 dish qo'y ekan jash. Qaroza tartib yuribdi. Ulaq teshki sizlardami? Qanchadan? 5,5. Ulaq bilan mi? Biro'sini ulaq yo'q mu? Ha. Ekon mas bir deyli. Yo'q, 4,5. Ulagı yo'q echki 4000 so'm. Ulagı bari 5,5 ha? 5,5. Biro'sini ulagı var, biro'sini ulagı yo'q. Ozalkamdan qancha deb o'tasiz? 6,5 ming so'm to'qdi. Enchiga. Akamdan qo'ydim. Qisir qo'ylar bu, bo'z qo'ylar bu. Qancha deb o'tasiz mana cho'ng qo'ydi? Shekon 8,5 deb o'tasizmi? 8,5 dan deb o'tasizmi? Sal ariqroq ekan, ha? Narxini qancha deb o'tasiz? Bo'ldi 8,5 deb qisir qo'ylar. Qancha tish bular? Yusoq to'qtidan o'tgandan yusoq bo'lavli? 4 tish bo'libdi shunda yusoqqa. Sekiz yarım ming so'mdan deydi. Qanchaga bog'lishdi? 8 ming bergan ekan, berib qo'ydik deydi. Mana qo'zlar qanchadan ekan? 5'ten aldım. 5'ten aldinglarmi? Enchiga urg'och qo'zlar. Ne erkek buna vurgaç. 5 ming so'mdan aldık deysizmi? 5 mingdanmi? 5 mingdanmi? Ne erkek buna vurgaç. O'rton urg'och ekan. Qaysi kanal? Universal. Balardan aytib bereyim o'zi. Aytib bering, qana sizga. Qanchadan aldingiz bularni? Satıladi da. Semiz qisir qo'yingiz bormi? Qancha deb o'tasizmi? Bo'lishi magazin basida. 8 ga beretkesiz-da? Analar 8'den 3 ötün. Mana qancha tish mana? 6 tish. 6 tish qo'y ekan, 8,5 ming so'm deydi. Mana ular 8danmi? Satılışı 8. Bular to'qtilar o'xshaydi, ha? Buna 4 tish.
Bunlar ekiştir. Bular satılışı magazin bağısı 8.000 so'mdan deydi. 4 diş koyulur ekan. Bana içindegisi 12.000 so'm kızıl. Buna 12.000 so'm bu. Buna kızıl koy 12.000 so'm deydi. Altına çok. Buna ayam sizdiki? Tok şey ta? Buna toktu 5.500 so'm deydi. Arzan soyuş izlegenler. Buna olsun bak. 9.000 so'm satılış. Satılışı 9.000 deydi bunu. Kostu menemeyecek kısır bu. Özeli soyuş. Mına şunday bualar. Soyuş gerek bolsa sizlerde kengiri soyuş. Nomeringizni aytib qo'ying. 755 minin. 13 20 avr 41. Soyuş izlegenler koy boyunca surooңуздар bolsa ушул номерге кайрылсаңыздар любой жерден койлор таап берет. Ben Kırgızca söyleyeyim. Ben sarı Ya mına kança kaldыңыз шын айтып коюңчу. 6.750 so'm boldu deydi. Tut bu, tart beni. Ben tartma desem tart koymazlar bugün. Universal kanalı o. Universal mı? Ova. Budağa şıgır aynen. El alıvat tat, semiz mal var eken. Allah yerinde pazar jakşı. Budağa şıgır. Mal kандай bugün kımmatpı jarзанбы? Al koylar normalni. Eti varlar pul boluvat aynen aynen. Mına çoң koyuңуздун баасын айтыңчы. Son koydu 11.000'e beremiz kan. Kısır, pışmak. Göksu'nun koyu. Mına echki da sizdiki. Onu 4.000 kaldı onu soyup cemine. 4.400 aldım deydi. Ulaktı soyup jeyim deyip atat. Bunu çıkarımızda çiriklik kılam degen adam pazarga gelir. O da. Ne kanal? Burada ne yapıyorsun? Mına çoң koy kança eken? Son koy 10.000 kaldı. Kısır ha? 10.000 so'm kami bor deydi. Kısır eken çoң koy. Ak koyda aytib qo'ying. Akkoyda 10.000 kam var. Ak koydun baası dağı 10.000 so'm kısır. Ha yeni ola 12. Çekedegi koy 11 min. Ak koydu kançaga berbe koydunuz? Akkoyda 9.000'e verilmedi. 9.000'ge berbeseňiz, onany kançaga berbe koydunuz? Onu 9.5'e verilmedi. Bunun baya algan baasyny görgön elemdem hiç. Kimden aldınız? Ben almadım başka bir öletme. Başka hormatlı dedi. 9'a beresler bu şonu. Ya 9.5'e verilmedi. Bu 8.5'ga alıngan ha? Navul koy 8.500 so'mga alıngan ele, hazır 9.500 so'm dep atışat. Koydun akçası kança eken? 8.500 so'm deydi. Kısır koylar. Ekoy birdeyle akçası birdeyle. 8.500 so'mdan kısır koylar. Akçası kança bunun? 6.500 so'm deydi. Toqtu bu. Kısır boz. Belgisiz da. Kança beresiz boluşun magazin baası. Sen sırap gör. 5.5 göresiz mi? Kança berbe koydunuz, oşonu aytыңчы. 6.000'ge berbedim deydi. Beku gözde beku. Dostum kozulu koyun akçasını aytpayсың, bölbem geçsin. Kozulu koy 8.5 min. Bugün alayda koy arzan boldu. Maqtayım, kança tiş? 4 diş 4 diş. Osu urgaç Koy os erkek. 80 min koçkorlu koyulgan mına. İşler kosu tartıp alga. Buna mı çımla? Bul koylar 6.5 5.5 min. 6.5 5.5'dan.
Kızılın kaça kızılın? Kızıl 5,5. Urgaçı? Urgaç soktu. 5,5 ming so'm enchiga. Qancha qilsin debsiz? O'tib aytasizmi bunaqa? Topozg'ov. To'qoz to'xtatib, onda ham kuzda boshlaymiz. Topozni ish qilamiz kuzda. Cho'nliqsan-ku shunda. Bu menga berib qo'yding atakala. Oqqo'y qancha ekan oqqo'y? Oqqo'y 8. Oqqo'y 8 ming so'mda otasizmi? Qisirbicha bozmi? Ha, qisirbicha bozmi? Bilmayman. Buni olib bo'lsin. Oqay ko'pmi? Qisir bo'zi belgisiz ekan 8 ming so'm deydi. Oqay ketgan shuni. O'yin aqchasi qancha ekan? O'yin aqchasi 7 ming. Qo'zisi bilan mi? Yo'q, qo'zisi yo'q. O'zilar. Tishi qancha tishi? Qo'zi. Qo'zi ekan 7 ming so'm. Narxingizcha? Bu qancha? 10 ming so'm deydi. Bo'z qo'y ekan. Qanchaga bog'lishdi shuni? 9ga bog'ilgan ekan, bermay qo'ydik deydi. Qancha oldi shular? Qancha? 5,5 ming so'm deydi bo'zini. Qo'chqorni qanchada otasiz? Qancha? Qancha aqchasi? Aqchasi bor. 13'ni aytayım da. Bo'lishini aytingchi. 13 million. 13 ming so'm beraver deydi. Qo'chqorning aqchasi. Qancha tish qo'chqor bu? Qancha tish? 4 tish qo'chqor. Bundan başka çok. Senin kızılın kaç o? 8 ming so'm satıldı. 8 ming so'mga satıldı deydi kızıl. Qancha ekan to'qtilar? Qara to'qti 7 ming so'm deydi. Bunisi 8 ming so'm deydi. Asketik. Qo'zlaring qanchadan ukan? Yana 5,5. 4,5 ming so'm deydi. Turg'ochi qo'zlar. 5,5. Ha 5,5 mi? 5,5. 6,200. Urgaç. Uzun. Başka çakal. 6,200 so'm deysizmi? Urg'ochi qo'z ekan. Enchiga, ha? Enchiga, ko'katdan enchi. 45,5. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi ekan? Ya buna qo'chqorni qancha oldingiz, 30 mingda o'tavlar. Buna qo'chqor 23 ming so'mga oldim. 23 ga oldim tur. 30 ming deb turadilar baya. Ya qancha tishi chiqib buna qizil? 4 tishda. Buna oldi 4 tishmi? Buna qancha oldi? 19 ming so'm bo'lib tur bu qo'chqor. Shunmi? Buna qarasi. Qarasi, buni qancha O 23 ming bo'lib tur qizili. Bu qaysi kanal demesi? Universal. Ya bunu soyası bice enchiga mi? Soylar bular. Yo'q, bu kisarlar. Kisar qo'ylar. Ha. Qartib kel. oq qarani. Bilmayman. Sarkilarga bordim biroq. Ya buna qancha qizil? Buna Qashqa. Bo'lish 9 ming. Bo'lishi 9 ming qisir qo'ya, so'yishma. Ya qo'chqorlar yerida qoldi najat. Sarkanjandami? Qayerda turasiz? Qancha sotildi? Jan to'yibdi. Sana takan aytsan, 15,5 ming so'mlab ketdi, o bir ketdi. Qanchaga bog'latadi buna qisir? 9. 9ga surib otasizmi? 9 surib o'tadi, 8. 9 ming so'mda o'tayotgan qisir qo'y ekan, tishi qancha qo'y? 4 tish qo'y. Kapala boshqa. Ha. Nega?
телевизордан чыксак сакал аштын жакшына мына. Oyun ile tartı da oyun. Oyun arında ayaysın arayı. Buna kaça? Görünüp durmayın. 48 milyon. Жазылып турат го. 865. Канчага? Алайдағы бүгінгі базардагы аяқтады. Біз Құда қаласа ушул бойдон базар күнү Ош шаарындагы Учкун мал базарынан жолугабыз. Жолукканча аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Биздин каналга катталып жазылып коюңуздар.